Eng kutilmagan srok-godneslar hech kim amal qilmaydigan. Birinchisi bu idish yuvadigan gubka. Men hayratdaman, lekin uni srogi atiga 7 kun. Lani gubkalarga necha yil bo'ldi? Mani gubkam almashsa har oyda alishadi. Har 3 oyda bo'lmasa agar. Endi siz kutmaganingiz yostiqlarning srok-godneslari 1-2 yil. Undan ko'p emas. Bizning ota-bobolarimiz bitta yostiqda 100 yillab yashashgan. Keyingisi yuviladigan mochalka. Unda ham srok-godnes bor ekan. Va u 4 hafta, 1 oy atiga. Bizda yillab vannada turadi. Sizlarda hammi? U vannada turadi-ku, shu sababdan o'tda eng qulay mikroblar razviyatsiya qiladigan sharoit ekan, shuning uchun uni har oyda alishtirib turish kerak ekan. Butun mikroblarda cho'milmasligingiz uchun. Keyingisi kosmetika. Surqoslam ochilgandan keyin kosmetika 12 oy faqatgina srogi bo'lar ekan. Biz esa yillab bitta tenda rumyanani ishlatamiz. Va oxirgisi bu tish shotkasi. Uni srogi qancha deb o'ylaysizlar? 3 oy. Aytmaslarga o'rgataman qanaqa aslida o'zi oddiy normalniy odamlarda. U ko'rinishi normalniy bo'lsa, undan foydalanib tishimizni yuvamiz. Agar shunaqa ko'rinish kerak bo'lsa, уже sekin tashlab, yengisini olsa bo'ladi. Va qo'l artadigan sochiqni har 2 kunda yuvish kerak ekan. Biz lekin o'tga toza qo'limizni artamiz. Qanaqa bu kir bo'ladi? Menga aytinglar. Kommentariyaga yozing, qanchalik tez siz gubkangizni alishtirasiz. Bu videoni esa bu faktlarga hayratda